Psoriaz kasalligi haqida ko'pchilik biladi, lekin parapsoriaz haqida odamlarimizda tushuncha yo'q. Lekin parapsoriaz kasalligi ham bu jiddiy dermatologik kasallik hisoblanadi. U ham hayot sifatiga ta'sir ko'rsatadigan patologik holat. Uni ko'pincha psoriaz bilan yoki allergik kasalliklar bilan almashtirishadi. Vaholanki orada kasal sakson bo'lib qoladi va ko'pincha allergologga yoki boshqa mutaxassisga murojaat qilish holatlari ko'proq kuzatiladi. Parapsoriazni o'ziga xos xususiyatlari bor. Masalan, psoriaz butun badanni qoplaydigan toshmalardan iborat bo'lsa, klinikasi parapsoriazda boshning sochli qismi, yuz sohasi, qo'l va oyoq kaftlarida bu toshmalar uchramaydi. Lekin uni juda ham jiddiy asoratlari bor. Eng jiddiy asoratlaridan bu teri limfomasi hisoblanadi va bu bemorning hayotiga xavf soladigan holat hisoblanadi. Va agarda shunday toshmalar, ya'ni tugunchalar, usti qitqiqlanuvchi toshmalar kuzatiladigan bo'lsa, respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga murojaat qilishlarini so'raymiz bemorlarga va biz qo'limizdan kelgancha tegishli tekshiruvlarni va innovatsion davolash usullarini qo'llab, ularni davolanishiga yordam beramiz.